Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli telefon ishqibozlari. Brend Mobile'da xudo xolasa bugun birinchi videomiz YouTube kanalida bo'ladi. Hurmatli obunachilar, sizlarga o'sha telefonlarni tanishtiraman. Ko'rsating. Bag'da bu o'sha telefonlar hurmatli obunachilar, bag'da yangi telefonlar. 3 ta 4 ta emas, 5-6 ta, 10 ta, 15 ta xullas ko'proq telefonlar narxini chiqarib turaman. Endi bitta-bittadan emas, ko'proq narxlar chiqaramiz. Hurmatli obunachilar. Xo'sh, birinchi bo'lib biz boshladik. O'rtoqlar, sizlar uchun Infinix Smart 8 128 talik holatda zo'r telefonimizda korobkalari bor telefonimizda. Buni narxiga keladigan bo'lsa 900 ming so'mga qilib beramiz obunachilarimiz uchun. Ikkinchi telefonimiz hurmatli obunachilar Honor X8B 8256 talik holatda juda ham yangidek korobkasi bor telefonimizda. Narxi 2 million so'mga chiqadi. Hurmatli o'rtoqlar, qalay arzon telefon so'raganlarimiz uchun Redmi A1 Plus 32 talik xotirasi, narxi 550 ming so'm. Ozgincha o'tib beradigan joyi bor telefonimizda. Xo'sh, qaranglar, iPhone'lardan bir ikkitasini sizlarga tanishtiradigan bo'lsam, 1 million 800 ming so'mga XR telefonlarimiz bor. Holatda chotka holatdagi kelgan, mana ko'rishlar mumkin. Face ID'lar ishlaydi. iPhone 11 64 talik Face ID turitun hamma yo'g'i zo'r. O'ziniki telefonimizni ko'rishlar mumkin. Narxi $180 ga chiqadi. Hurmatli obunachilar, pastda telefon nomerlarimizni qoldiryapmiz. Bemalol telefon qilaverasizlar. 11 Pro'larimizni ikki xili ko'rsataman. 256 talik Gold variant 74 yonkisda narxi $230. Ozgincha o'tadigan joyi bor, xudo xolasa. 71 yonkisda 11 Pro 64 talik bunisi green rangida narxi $215 tushib beramiz. Hurmatli obunachilar, yangi telefonlarimizga keladigan bo'lsak, hurmatli o'rtoqlar, 1,5 million so'mga A06 telefonimiz kelgan. Holati vobshe zo'r. Keyingi telefonimiz A16 telefoni yangi 128 talik, narxi 2 million 100 ming so'mga chiqadi. Xudo xolasa shunaqa qilib narxlarni ko'pincha tanishtiramiz. Bizning kanalimizga obuna bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Sizlar bilan Brend Mobile admini bo'ldi.